6 bölüm Qur'on tilovat qilishning adablari va uning fazilati. Qur'onning eng buyuk fazilati uning Allohning kalomi ekanligidir. Haq Taala nurg'un oyatlarda Qur'on Karimni maqtagan. Bu biz nozil qilgan muborak kitobdir. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qiluvchi, madiyaga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. İmam Buxoriy Osman ibn Affan raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlarning yaxshilaringlar Qur'onni o'rgangan va o'rgatgan kishilardir degan. Anas raziyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqiqatan kishilar ichida Alloh azza va jallaning yaqin kishilari bor dedi. Ey Allohning elchisi, ular kimlar deyilgan edi? U zot Alloh taolaning yaqin va xos kishilari dal Qur'on ahlidir dedi. Başqa bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo Qur'onni tushungan va amal qilgan qalbni azoblamaydi degan. Abdullah ibn Amr ibn As raziyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni qariga o'qu, o'rla, dunyoda tartil qilib o'qig'uningdek tartil bilan o'qu. Sening martabang sening o'qigan oxirgi oyat bilan belgilandi deyiladi degan. Burayda raziyallohu anhu rivoyat qiludiki, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Qur'on yodlagan kishining qabrisidan yerilganda, Qur'on uningga sulg'un chiroy bir odam siyoqida ko'rinadi. Ondan meni tunimsan deydi. Qari seni tunimayman deydi. Men seni qattiq istiqloda uslatgan, kechada uyqusiz qo'ygan hamrohing Qur'ondirman. Har qanday savdogar o'z tijoratidan foydaga erishishni kutadi. Men seni bugun barliq tijoratlardan erishilgan foydadan muavzalarak foydaga erishtirman deydi. Ondan uning o'ng qo'liga xohlagancha ishlatadigan kuch berildi. So'l qo'liga mangulik berildi va uning beshiga kamtarlik toji qo'yildi. Uning ota-onasiga dunyoda bahosi bekitilmagidek 2 ton kiygizildi. O ikkisi bu ton bizga nima sababdan kiygizildi deydi. Ondan o ikkisiga javoban balanglarga Qur'onni yodlatganliginlar uchun kiygizildi deyildi. Ondan o'qig'in, jannatning peshtaxtlari va hujralariga o'rligin deyiladi. Uning o'qigan Qur'oni tez yoki osti bo'lsin, Qur'onni o'qigan muddatida jannatning darajalariga o'rlaydi. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu mundaq degan. Qari Qur'on boshqalar uxlab yotganda kechisini qadrlashni, ro'z tutmaganda kunduzlarini, boshqalar suyunib yayrab yurganda qayg'urishni, kishilar kulib yurganda yig'lashni, odamlar quruq parang'a cho'kkanda sukut qilishni, haq kibrlanganda kamtar bo'lishni bilish bilan farqlanib turishi lozim. Qo'pol, g'ofil, varqiraydigan va ochiqqa yomon bo'lmasligi kerak. Fuzayl ibn Iyaz, Alloh uning rahmat qilsin, mundaq degan. Qari islom bayrog'ini ko'targuchidir. Shunga u Qur'on haq hurmati uchun o'yinchilarning tamoshasiga, g'afillarning g'aflatiga, bekor talablarning behuda paranglarga jo'r bo'lmasligi kerak. Qari hech kishiga hojatmand bo'lmaslikqa, balki boshqalar uningga hojatmand bo'lishga eng loyiqdir. Imom Ahmad, Alloh uningga rahmat qilsin, mundaq degan. Men izzat egiz Parvardigorimni tushimda ko'rdim. Ondan ey Rabbim, sana yiqilishadiganlar nim bilan bak yiqilishidi degan edim. Rabbim, ey Ahmad, mening kalomimni o'qish bilan dedi. Rabbim tushunib o'qish bilanmi yoki tushunmay o'qish bilanmi? Tushunib o'qisin yoki tushunmay o'qisin, shundaqdir. Muxtasar Minhajul Qasidin, İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.